Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Matchonov Otabek, Urganch davlat universiteti geodeziya, kartografiya va geografiya kafedrasi doktorantiman. Bugun biz siz bilan Markaziy Osiyoda atrof muhitni muhofaza qilish fazoviy usullar yordamida tabiiy ofatlarni boshqarish loyihasi bo'yicha yangi mavzuni ko'rib chiqamiz. Bu mavzu geografik tasvirlash va mavzuli kartalashtirish deb nomlanadi. Demak, mavzu bo'yicha biz o'rganishimiz zarur bo'lgan narsa kartalarning asosiy xususiyatlari va vazifalarini tahlil qilamiz. Kartalarning guruhlarini o'rganamiz. Ma'lumotlarni simullarda tasvirlash jarayonlarini tahlil qilamiz. Asosiy tematik kartalash usullarini ko'rib chiqamiz. Ma'ruzada birinchi boshlangan narsa bu kartani nima ekanligiga alohida ta'rif berish bilan boshlangan. Demak, bunda ikkita ta'rif keltirilgan. Birinchi milliy geografik jamiyat ta'rifi bo'lib, bunda karta hududlarning tanlangan xarakterlarini, xususiyatlarini odatda tekis yuzada shartli belgilarda, simvollarda tasvirlashdir deb keltiriladi. Ikkinchi ta'rif xalqaro kartografiya jamiyatini 1995-yilda berilgan ta'rifi bo'lib, unda muallif tanloviga va ijodiy yondashuvi natijalarida kelib chiqqan tanlangan xususiyatlar yoki xarakterlarni aks ettiruvchi va fazoviy munosabatlar muhim ahamiyatga ega bo'lgan hollarda foydalanish uchun mo'ljallangan geografik voqelikning ramziy tasviri deb keltiriladi. Demak, kartalarning asosiy xususiyatlari va vazifalariga to'xtalsak, kartalar fazoviy obyektlarni joylashish o'rnini ko'rsatadi. Masalan, shaharlar, orollar, ko'llar, davlatlar va hokazo. Shuningdek, kartalar sifat va miqdoriy xususiyatlarni tasvirlaydi. Masalan, yerdan foydalanish, aholi soni, aholi zichligi, tuproqlar, eroziya, sho'rlashish va hokazo. Shuningdek, kartalarning hududiy joylashuv va unga mos keluvchi sifat yoki miqdoriy ma'lumotlar orasidagi quyidagi aloqalarni ham tasvirlaydi. Bunda geografik joylashuvlar bilan bog'liq o'zaro munosabatlar, masalan, masofa, yo'nalish, aralashish yoki yaqinlik. Shuningdek, bir xil geografik hududdagi turli xil xususiyatlar orasidagi o'zaro aloqalarni ham tasvirlaydi. Masalan, hududdagi tuproq turi, o'simlik turi yoki iqlimi sharoitlari. Bu kartada bizga ko'rsatilgan narsa, demak, asosiy shahar chorrahalarida tirbandlik sababli yuzaga keladigan yoqilg'i sarfi 2005-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari bo'yicha tahlil qilib ko'rsatilgan. Shuningdek, geografik hududlarda o'zgarib boruvchi ko'rsatkichlar orasidagi o'zaro bog'liqliklar. Masalan, turli geografik hududlarda haroratning o'zgarishi, namlik o'zgarishi, yog'in miqdorining o'zgarib borishi, aholi soni, aholi zichligi yoki tekislik yoki tog'larni o'zgarib borishi ko'rsatilishi mumkin. Turli geografik joylar o'rtasidagi xususiyatlarning o'zaro bog'liqligi o'rganilishi mumkin. Masalan, sanoat ishlab chiqarish sababli havoning ifloslanishi yoki o'rmonlarning kesilib ketishi natijasida tuproq eroziyasi va hokazolarni ko'rsatish mumkin. Shuningdek, kartaning asosiy xususiyatlari bilan birga kartaning vazifalariga ham to'xtalgan ma'ruzada. Demak, uning vazifalariga geofazoviy ma'lumotlarni to'plash, o'lchash, hisoblash, navigatsiya, katta hajmdagi statistik ma'lumotlarni umumlashtirish, fazoviy voqea va hodisa sifatida tasvirlash, ko'rish imkoni bo'lmagan tabiat hodisalarini tasvirlash, masalan, harorat, aholi soni, kambag'allik darajasi, ovqatlanish ko'rsatkichlari, ochlik darajasi va hokazo. Kartalarning guruhlariga to'xtalingan bo'lib, demak, kartalarning guruhlari masshtabiga ko'ra, vazifasiga ko'ra va tarkibiy tuzilishiga ko'ra guruhlarga ajratiladi. Demak, ma'ruzada kartani masshtabiga ko'ra turlari keltirilib, bunda demak misollar bilan ko'rsatilgan. Masalan, Yevropani kartasi kichik masshtabli kartalarga misol bo'la oladi. O'rta masshtabli kartalarga misol shaklida demak, ma'lum bir hududni kartasini
ko'rsatilgan. Masalan, yirik masshtabli kartalarga misol sifatida demak topografik kartalarni olishimiz mumkin. Shunga o'xshash yirik masshtabda olingan kartalarni misol qilib keltirilgan. Bajarilgan vazifalarga ko'ra kartalarning turlari umum bozor kartalari, mavzuli kartalar hamda karta sxemalariga ajratilishi ko'rsatilib, bularning har biriga ma'ruza davomida alohida ta'riflar berilib, ularning xususiyatlari ko'rsatib o'tilgan va ularga misollar keltirilgan. Shuningdek, kartalarni tarkibiy tuzilishiga ko'ra guruhlari, demak kadastr kartalari, tuproq kartalari, geologik kartalar, statistik kartalar va aholi kartalariga alohida to'xtalib o'tilgan. Shuningdek, bazaviy obyektlarning o'lchamlari, demak nuqtali o'lcham, bir o'lchamli, chiziqli, ya'ni bir o'lchamli, hudud ikki o'lchamli hamda hajm uch o'lchamli fazoviy obyekt sifatida ko'rsatilgan. Shuningdek, ma'ruzada diskret va davomli fazoviy obyektlarga to'xtalgan va bunda diskret obyektlar sifatida biror joyda biror sanoat obyekti, biror shahar yoki biror joyda turg'un shoxobcha haqida tasvirlangan bo'lsa, davomli obyektlar sifatida demak biror hodisani davomli hodisa ko'rsatilishi mumkin. Masalan, havo harorati, tuproq yoki bo'lmasa o'simliklar. Demak, tuproq bir joydan boshqa joyda tuproq farq qilgan bilan, demak, hamma joyda tuproq bilan qoplangan yerlar mavjud. Shuning uchun ham davomli tasvirlanadi. Shuningdek, shartli belgilarni ishlab chiqarish bosqichlari ko'rsatilgan bo'lib, bunda atribut qiymatlarini o'lchash darajasini tanlash, fazoviy elementlarning o'lchamlarini tanlash, ma'lumotlarni tasvirlash, vizual aniq ko'rsatkichlarni tanlashga alohida to'xtalgan va o'lchash darajalari shartli, tartibli, oraliq va nisbiy o'lchashlarga bo'linishi ko'rsatib o'tilgan va sifatli o'lchov darajalariga alohida to'xtalingan. Bunda demak sifat jihatdan farqlanishiga e'tibor qaratilishi ko'rsatilib, demak bular misollar yordamida ko'rsatib o'tilgan. Shuningdek, o'lchamlarning tartiblangan darajalariga to'xtalib, bunga ham ta'rif berib o'tilgan. O'lchamlarning oraliq interval darajalari, o'lchamlarning nisbiy darajasi ko'rsatilib, bularga demak kartalar bilan misollar keltirilgan. Shuningdek, fazoviy obyektlarning o'lchamlari nuqtali, chiziqli, areal va hajmli bo'lishi ko'rsatilib, bunda nuqtali demak o'lchamsiz, chiziqli bo'lsa bir o'lchamli, areal yoki hudud yoki aytaylik poligon bo'lsa ikki o'lchamli va hajm bo'lsa uch o'lchamli fazoviy obyektlarga kirishi ko'rsatib o'tilgan. Ma'ruzada shu bilan birga shartli belgilarning kategoriyalariga ham to'xtalib, demak nuqtali shartli belgilar, chiziqli, hudud va hajm belgilari ko'rsatilgan va ularga demak misollar yordamida tasvirlab berilgan. Shuningdek, birlamchi vizual ko'rsatkichlarga shakl, hajm va yo'nalishga to'xtalib, ular tushuntirilib, demak bular bo'yicha shartli belgilarning turlari ko'rsatilib, ta'riflar ham berilgan. Birlamchi vizual ko'rsatkichlar rangning tusi, rangning qiymati, rangning to'yinib, to'qlashib borishiga alohida to'xtalgan va rangning tusiga demak fotosuratlar yordamida misol keltirilgan. Shu bilan rangning qiymati 0 dan 100 gacha o'zgarishiga, rangning to'yinib borishiga to'xtalib, demak bular bilan nimalarni tasvirlanish mumkinligiga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, ikkilamchi vizual ko'rsatkichlarga ma'ruza davomida to'xtalib o'tiladi. Bunda naqsh, demak grafik elementlarning takrorlanishi, asosiy vizual ko'rsatkichlarning turli kombinatsiyalari tomonidan ishlab chiqarilishi ko'rsatiladi va bunda tartib, tekstura va yo'nalishga alohida to'xtalib o'tiladi. Shuningdek, rang, shakl va yo'nalishga to'xtalib o'tiladi va bular misollar yordamida keltirib o'tiladi. Shuningdek, dizayn prinsiplariga ham to'xtalib, ular haqida to'liq tushunchalar berilib o'tilgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.